Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yo'ldosh texnika markazining uzoqdan yaqindan kuzatuvchi obunachilari, Yo'ldosh texnika markazining obunachilari 20 ga yetganda, xudo xolasa 5 dona obunachimizni xursand etamiz. 5 dona o'ringa nula beramiz. Bir dona yakka motosikl beramiz. Ikkinchi, uchinchi o'rinlar uchun skuterlarni beramiz. Yanında bir dona televizordan beramiz. Bu YouTube kanalındagi obunachilarimiz uchun bo'ladi. Shuning uchun videomizni kuzatib turgan obunachilarimizdan obuna bo'lib ko'rishni tavsiya etamiz. Xudo xolasa Yo'ldosh texnika markazi mototsikllar, skuterlar sotish jarayonini boshladi. 2026-yil 1-mart sanasiga ko'ra hamma texnikalarimiz yetib kelgan bizlarga. Texnikalarimizni xarid etish usullari xalasangiz naqd pulga, xalasangiz kreditga, xalasangiz muddat to'lovga. Agar yo'q, men unday ishchi odam yo'q uyimda desangiz, bir dona pasport bilan keladigan bo'lsangiz, ishingizni Yo'ldosh texnika markazi bir zumda bitirib beradi. Pasportingiz bilan kelsangiz bo'lgani. Qarzgan muddat to'lagan xalagan usulda xarid etsangiz bo'ladi. Mototsikllarimizni sotishni boshlagandan xudo xolasa aksiyaning zo'rini berib boramiz. Elk Motors mototsiklimiz 1,5 tonna yuk tashishga moslashgan 150 kuboli bo'ladi. 2026-yilda chiqqan toza model bo'ladi bu. 2000 km garantiya qo'yib beramiz. Bekalardan bir ko'rsat 2026 bo'ladi. Bu mototsiklimizni xudo xolasa aksiyada 29 million so'm etib qo'yamiz. 29 million so'm ichida nula qo'shib beramiz. Bir dona Suyetech Holdingning 2 kamera olgan zo'rindan, bir dona konditsioner, bir dona gaz plita, bir dona kir mashin qo'shib beramiz. Yo'ldosh texnika markazining YouTube kanalida obuna bo'lib keladigan bo'lsa, ana shu zo'rindan bir dona skuter ham qo'shib beramiz. Dastavkasi ham bo'ladi. 29 million so'mning ichida bir dona skuter, bir dona xolodilnik, bir dona konditsioner, bir dona pilosos, bir dona gaz plita, bir dona kir mashin, 6 narsa qo'shib beriladi. 29 million so'mning ichida Xorazm Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha dastavka etib beramiz. 29 million so'mdan Elk Motors'ning 150ligi 1,5 tonna yuk tortadi. Ki boshqa mototsikllarimizni ham aksiya qo'yib beramiz. Quadricyklimiz trendda turgan, ko'p odam qiziqadigan quadricyklimiz 40 million so'mdan sotganmiz vaqtida. Buni 1-martdan 15-martgacha 35 million so'mdan aksiyada qo'yamiz. Buning 32 millionliklar ham bo'ladi, uning motori 200lik bo'ladi, borti 2 metr bo'ladi. Buning motori 250lik bo'ladi, borti 220 ga 140 bo'ladi. 40 million so'mdan sotganmiz. 15-martgacha 35 million so'mdan aksiyada xarid etsangiz bo'ladi. Xunji mototsikllarimiz ham aksiyaga qo'yib beramiz. Bir dona kelgan o'zi, bir dona, ikki dona kelganligi uchun aksiyaga qo'yib beramiz. Bulardan 15-martgacha bo'ladi. Xunji mototsiklimiz 250 motor bo'ladi, borti 220 ga 140 bo'ladi, yuk tashish 2,5 tonnalik bo'ladi. Buni vaqtida 36 million so'mdan sotganmiz. Aksiyada bir dona qolgani uchun 15-martgacha 28 million so'mdan beraman. 28 million so'mdan 2,5 tonnalik Samasol modeli. Navbatdagi modelimiz 2 tonnalik deb aytiladi. Borti 2 metrga 140 bo'ladi. Motor kubalari 200lik bo'ladi. 2 tonna yuk tashishga moslashgan Samasol model bo'ladi. Bu ham Samasol oladi. 36 million so'm bu ham Samasol. Bu ham Samasol oladi. Buni vaqtida 32 million so'mdan sotganmiz. Aksiyada 26 million so'mdan beramiz, bir dona qolgan. Navbatdagi modelimiz 220 ga 140 bo'ladi. Motor kubalari 250lik bo'ladi. Bu ham Xunji bo'ladi. Bilasizlar, Xunji mototsikllarimiz boshqa mototsikllarga qaraganda bahasi qimmatroq bo'ladi. Buni arzon mototsikldan bahasida qo'yib beryapman, svetli mototsiklimiz. Bizelli mototsiklarimizning hammasini 2000 km garantiya qo'yiladi, xudo xolasa. Buni 28 million so'mdan sotganmiz shu vaqtgacha. Aksiyada 24 million so'mdan Xunjining 220 ga 140 250 kubosini xarid etsangiz bo'ladi. 24 million so'mdan o'rtoqlar. Bizlarda mol qo'y tashton mototsikllarimiz ham kelgan, bu yoqni ham ko'rsat. 1 tonnalik bizelli mototsikllarimiz ham kelgan. Ko'p odamlar elektrichkaning pulini 1 tonnalik bizelli mototsikllarni xarid etib turibdi bizlardan. To'qlamaysiz, to'qling pulini bizelli mototsikl olasiz. 100 ga 2 litr rasot etadi. Bemalol to'qlidan 2-3 barobar kuchi. Samasol modellarimizning hammasidan bor, Samasol ham bor, Samasol ham emas bor. Mototsikllarimiz o'tganga qaraganda baholari 10% dan 30% gacha arzonlagan. Shuning uchun Yo'ldosh texnika markaziga kelib, mototsikllar narxlarini tanishib, boshqalar solishtirib kelib ko'rib olsangiz ham bo'ladi. Xudo xolasa bizlar 2026-yilda dastavkalarni ham yo'lga qo'yganmiz. Dastavka etib yetirib beramiz. Mototsikllarimizni bir dona pasport ham aynan o'zlarimizdan bank aralashmagan holda qarzga olsangiz ham bo'ladi. Lachin mototsiklimiz ham Samasol modelini aksiyaga qo'yib beraman. Borti 2 metrga 140 bo'ladi. Motor kubalari 200lik bo'ladi. Bular vaqtida 30 million so'mdan sotganmiz.
2 tonnalik Samaso Lachin modelimizda aksiyada buni ham 24 million so'mdan qo'yib beraman. 200 lik motor. To'qli mototsikllarimiz ham bor bizlarda. To'qli mototsiklarimizda 7 million 500 ming so'mdan 17 million so'mgacha qo'yib beramiz. To'qli mototsiklarimizda. To'qli mototsiklarimizning 1 tonnalik ham bor, 500 kilolik ham bor, 2 tonnalik ham bor. Kemikal modellerimiz ham kelgan mana. Kemikal modellerimiz. Ko'p odamlar kemikal model so'raydi. Kemikal modellerimiz ham bor. Bulardan bir dana pasportga xarid etib kelsanizlar bo'ladi. Keyin shunday skuterlarimiz ham ko'rsak, bu videomiz qisqa video bo'ladi. 1-martdan hammasi texnikalarimiz yetib kelgan bizlarga. 70% yetib kelgan. Qolgan 30% endi keladi, xudo xolasa. Skuterlarimizning ham turi ko'p. Skuterlarimizda 2 million 500 ming so'mdan 7 milliongacha skuter bor bizlarda. 3 akkumulyator, 4 akkumulyator, 5 akkumulyator, 6 akkumulyator skuterlarimiz bor. Skuterlarimiz hammasi bor. Bulardan oldindan 1 so'm to'lovsiz yo'ldosh texnika markazidan xarid etsanizlar bo'ladi. Yakka mototsikllarimiz kelgan, yova mototsikllarimiz. Bularning narxi 16 million so'm. 150 kubok bo'ladi, 100 ga 2 litr rasxod etadi. Buni otingiz ham o'tirib beramiz, sho's spravkalarni ham yozib beramiz. Talonlarni ko'rsat, elektronli bo'ladi. Buni 16 million so'mga xarid etasiz. Agar o'zingizdan qarz olaman, ustida 1 so'm pul bo'lmasin, yanimda 50% to'lov bor degan yurtdoshlarimiz uchun zo'r yechim bor bizlarda. 16 million so'mdan 8 million so'mini to'laysiz, qolgan 4 million so'mini 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 4 million so'mdan bo'lib to'laysiz. 8 million so'mini to'laysiz, qolgan 8 million so'mni 3 oyga qarzga turib, ustida 1 so'm pul bo'lmaydi. Tritsikl so'ragan yurtdoshlarimiz uchun tritsikllarimiz ham kelgan. 500 kilolik to'qli mototsikllarimiz ham bor bizlarda. Aynan shu texnikalarning 5sini YouTube kanalimdagi obunachilarimizga qo'shib beraman. Obunachilarimizni nechta aniqlaymiz. Yo'ldosh texnika markazi obunachilar 20 ga yetganda har videomizda kommentariy yozib boradigan obunachilarimiz bor, bir ham orasida. Aynan shularda zo'r fikr yozib, zo'r komment yozib qo'yganlarni 5sini aniqlab olamiz. 20 ga yetganda xudo xolasa. Balkim skuterli bo'lasiz, balkim televizorli, balkim yakka mototsikl sizniki bo'lishi mumkin. Shuning uchun Yo'ldosh texnika markazi YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etamiz. Bizlarda qurut mototsikl skuter emas, maishiy texnikalar ham bor. Maishiy texnikalarimiz ham skidkalardan, aksiyalardan zo'rni berib turibmiz. Bizlardan qaranglar, mototsikl olasizmi, skuter olasizmi, xolding olasizmi, televizor olasizmi? 3 million so'mdan xaridingiz o'tsa, do'konimizda barabanimiz bor, shuni aylantirasiz. Keling ko'rsam sonam bityapsin. Do'konimizning ichindagisi bo'lsin, 1-martdan boshlab ko'chadagi texnikalar bo'lsin, xalagan texnikangizni narxini kelishasiz, xalasangiz muddat to'lagan, xalang kreditga oling, xalang narx oling. Kredit narxini kelishgandan keyin, podarkalarni qo'shib olgandan keyin, xaridingiz 3 million so'mdan o'tgandan keyin baraban aylantirasiz. Barabanimizda 500 ga yaqin sovg'alar bor. Xodimlik, televizor, gaz plita, kir mashin, pilosoz, mikrovolnovka, duxovka, gaz plita, skuter, mototsikllardan qo'yib qo'yibsiz ichini. Aylantirasiz. Ichidan olasiz. Blender chiqdi mana. Buni narxini kelishgandan keyingi sovg'a bo'ladi bu. Narxini kelishgandan keyin 3 million so'mdan xaridingiz o'tsa, aynan shu barabanimizni aylantiramiz, ichidan olasiz xaridingizni. Kuponda var. Bizlarda 1-martdan yana yangilik, xudo xolasa, Yo'ldosh texnika markazidan kelasiz. Xaridingiz 3 million so'mdan oshsa, sizga kupon beramiz. Aynan shunday. Aynan shunday bo'ladi bu. 3 million so'mdan o'tgan har bir mijoz uchun skuterni olasiz, yo bir любой texnika olasiz, podarkasini olasiz, barabaningizni aylantirasiz, 3 million so'mdan o'tgandan keyin qo'lingizga yana bir dona kupon beramiz. Bunga pechat bosib beramiz. Yo'ldosh texnika markazi degan pechati bo'ladi. 10 marta do'konimizga kelib xarid etganingizda 10-chisida skuter beramiz. Xalang o'zingiz oling, xalang do'stingizni taklif eting, xalang qarindosh tug'angizni ilotalar taklif etasiz. 10-chisida sizga skuter beramiz. Buning aksiyasi 2026-yil 31-dekabrgacha amal etadi. Orqasida shunday telefon nomerlarimiz vizitkaga o'xshagan bo'ladi. Bizning YouTube kanalimiz, Telegram kanallarimiz bo'ladi. Bularga obuna bo'lib qo'ysangizlar bo'ladi. Texnikalarimiz ham, xoldiklarimiz ham, televizorlarimiz ham, gaz plitalarimiz ham, konditsionerimiz hammasida aksiyalar bo'lib turibdi. Qarang, oddiy Zifler xoldingimiz 7,5 million so'm bo'lgan, bo'yi 2 metr bo'ladi.
7,5 million so'mdan 5 million 599 ming so'mga aksiya tushgan. O'zining pulini 003 aksiyasida 1 million 866 ming so'mdan 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. O'zi narxi skidga tushib, yana 3 oyga foizsiz etib beramiz bularni xodiklarimizni. Telefonlarimiz ham xuddi shunday bo'ladi. Telefonlarimiz Honor, Redmi, Samsung telefonlarimiz bor. Konseylarimiz ham xuddi shunday bo'ladi. 12 konseylarimizning 70% 4,5 million so'mdan sotilib turadi biz yerda. Hozir 3,5 million so'mga tushgan, 3,5 million so'm yana o'zining pulini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Artel, Aux, Immer, Tasel, Premier, Zifler, Rules konseylarimiz 4,5 million so'mdan 3,5 million so'mga tushgan. Dastavkasi, ustonovkasi ichida bo'ladi. 3 oyga foizsiz bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Shu konseylarimiz ham 4,5 milliondan 3,5 millionga tushgan. O'zing pulni 3 oyga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. 18 konseylarimiz ham aksiyaga tushgan. 18 konseylarimiz 5 million 600 ming so'm ekan. Hozirgi kunda 4 million 499 ga tushgan. O'zing pulni 3 ga bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Bu ustiga hech qanday pul foiz minmaydi. Buning uchun pasportingiz bilan kelsangiz, bo'lgan pasportingizdan kopiya olib qolamiz. O'g'lim konseylarimiz ham aksiyaga tushgan. Royson konseylarimiz ham aksiyaga tushgan. 4,5 dan 3,5 million so'mga tushgan. 1 million 166 ming so'mdan 3 ga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Televizorlarimiz ham ko'rsak. Xoldiklarimiz bir nechta hojimiz xoldik bo'ladi. Televizorlarni konsey bo'ladi. Xoldiklarimiz ham 100 ga yaqin xoldiklarimiz bor biz yerda. Shularning 60% nacha aksiya berib qo'yibmiz xoldiklarimizni hammasini. Televizorlarimiz oddiy televizor 80 minglik televizorlarimiz, podarkalar televizor deb aytiladi bular. 1 million 600 ming so'm bo'lgan, aksiyada 1 million 200 ming so'mga tushgan. O'zining pulini 400 ming so'mdan bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Molex televizorlarimiz ham 4,5 million so'mga tushgan. 1,5 metrlik eng so'nggi versiyasi bo'ladi bu. Biz yerda buning arzonida bor. Arzoni 3,5 million so'm ekan 55 ning. Bu arzonroq modeli bu. Buning ham turi bo'ladi. Bu eng so'nggi modeli bo'ladi 55 1,5 ning. 5,5 million so'mdan 4 million 499 ga tushgan. O'zing pulni 3 oyga bo'lib to'laysiz. Bir dona pasport bilan kelsangiz bo'ladi. Podarkalar ham, sovg'alar ham, barabandan ham bo'ladi. Qo'nsa kupon beramiz, pechat ham bosib beramiz. 10-chi kelganingizda skuterni shundaycha mutqa beramiz. Brolliq televizorlarimiz 2 million so'mdan. Bu ham eng zo'ri bu. 2 millionlik ham 3 oyga bo'lib to'laysiz. O'zi 3 million so'mdan sotilgan. Hozir 2 millionga aksiyaga tushgan, 1 million so'm skidka olib turibdi brolliq televizorlarimiz. Yana 3 oyga bo'lib 666 ming so'mdan bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Xo'p, boshqa televizorlarimiz ham aksiya olib turibdi. Ziflerning ham eng so'nggi modeli, oyog'ini ko'rsatish shuni. Buning oyoq ziflerning mana bunday oyoqli modellari 3,5 million so'm, 3 million 800 ming so'mdan. Bu modeli qimmatroq modeli. Siz kutgandan ham arzon deydi. 5,5 million so'mdan sotilgan ekan. Hozirda 4 million 199 ga tushgan bu Zifler televizorimiz. Buni muddat to'lovga xarid etsa bo'ladi. LG televizorlarimiz ham bor. 2 metr, 2,5 metr televizorlarimiz, xoldiklarimiz xalagan modeldan to'lsangiz bo'ladi. Xoldiklarimizni o'rtacharog'ini so'ragan yurtdoshlarimiz uchun Beston firmasi 2 million 3200 dan 2 million 600 ga tushgan. 866 ming so'mdan 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Dastavkasi, ustonovkasi ham bo'ladi. Gaz plita, kirmashinlar haqida podvalda qisqacha tushuntiraman. Keyin shunda piloslarimiz ham ko'rsiz, piloslar ham aksiya berganmiz bizga. Samsung brend narsa, Samsung 1,5 million so'm sotilgan, hozirda aksiyaga 1 millionga tushgan. O'zing pulni yana 3 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Yana Samsung, yana bu Samsung ham 1,5 bo'lgan, qizil ham bor, ko'k ham bor. Biz yerda 1 million so'mdan 449 ming so'mga tushgan piloslarimiz ham bor. 1 million so'mdan 600 ming so'mga tushganlar bor. Bularni narxga xarid etsangiz bo'ladi. 1 million so'mdan 600 ming so'mga tushgan. Bularni muddat to'lovga xarid etsangiz ham bor, ustuna pul olmaydi. Shuncha qog'ozda ko'rsatib qo'yibmiz. O'tgan safar Instagramda videoda qo'yganda buni so'rab kelgan, buni 3 oyga o'zing puldan bo'lib beramiz. Buni naqd pulga amal etadi. 1 million so'mdan 449 ga tushgan. Ustuna pulni mitog'in bo'lib yozib qo'yganlarimiz mana, ya'ni shu bo'ladi. 650 ming, 450 ming, 1 million piloslarimiz ham skidka olib turibdi. Duxovka, mikrovolnovkalarimiz haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bulardan kelsa narxlarni qaytib kelishtirib beramiz. Hozirgi kunda ro'za oyida eng ko'p talab bo'lib turgan duxovka bilan mikrovolnovka bo'ladi. Baholarni qo'ldan kelgancha chiroyli narxlarda aytib beramiz. Operator xabardan yig'ib tushma. Bu operator o'zi meni olish kerak edi. Qurbi orqasida o'tib o'zi buni. Gaz plitamiz ham qisqacha tushuntiraman. Hop, ideal gaz plitamiz
2.300.000 so'm sotilgan ekan. Vaqtida, sezonida hozirda 1.800.000 so'mga tushirilgan. 600.000 so'mdan uchoqqa bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Idealdan yana boshqacharoq modellari 1.999, buni ham uchoqqa bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Xo'p, Ferri gaz plitalarimiz ham aynan shu 666 mingdan uchoqqa bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Bu aytib turganlarim o'zining pulini uchoqqa bo'lib to'laysiz. Hech qanday pul minmaydi bular. Aytib turganlarim. Yana qanday gaz plitalar bor bizlarda? Premier gaz plitalarimiz ham bor. Operator kiyaqroq uxlab qoldingmi? 2.99.000 so'mga tushgan. Premier gaz plitamiz 2600 dan. Buni ham 699.000 so'mdan bo'lib to'lasa bo'ladi. Ferri gaz plitamiz bor yana birsi. Bu 1.799 ga tushibdi 2300 dan. Buni ham 599 dan uchoqqa bo'lib to'laysiz. Buning sharti Yo'ldosh Texnika YouTube kanaliga obuna bo'lasiz, pasportingizni olasiz, do'konga kelasiz, ishingizni bir zumda bitirib beraman. Artel gaz plitalarimiz ham 2.600.000 so'mdan 2.099 ga tushgan, 699.000 so'mdan uchoqqa bo'lib to'laysangiz bo'ladi. Bu shok ekan. Adashibman. Bu aksiyaning bombasi bo'ladi. Shu angi gaz plitani ko'rsatdik, endi Artel gaz plitamizni ham ko'rsatamiz. Artel gaz plitamiz bu yerda ekan. Vesta gaz plitamiz. Vesta gaz plitamiz ham 1.999 ga tushdi. 2.5 million so'mdan 666 so'mga uchoqqa bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Gaz plitamizning ayrim modellarida shuni ham tushuntirib ketaylik. Aksiya kerakdagi yurtdoshlarimizga duxovka pilotsiz dimoxotini qo'shib berib turibmiz. Pol avtomatlarimiz 750 ming so'mdan 2 milliongacha bor. Bulardan ham xuddi shunday. Hammasida texnikalarimizni aksiya davom etib turibdi. Xohlagan texnikangizga aytgan narsangizni aytgan usulda xohlasangiz to'lovsam yetirib beramiz uyingizga. 10 kilolik avtomat kir mashinlarimiz 7 million so'mdan 5.499 ga tushgan. O'zining pulini 1.830 ming so'm uchoqqa bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Bu avtomat kir mashinamiz mebelni deyiladi. Mebelga qo'yarsangiz ham bo'ladi. 10 kiloligi liboy kirni yuvib beradi. Xo'p, kichkina 6 kilollik Artel kir mashinamiz 3.600 ming so'mdan sotilgan. Hozirda 2.199 ga tushgan. O'zining pulini 933 dan uchoqqa bo'lib to'lasangiz bo'ladi. LG, Samsung yo'qmaydi yurtdoshlarimiz uchun LG'larimiz ham aksiyaga tushib qo'yibmiz. 5 million so'mdan sotilgan ekan 7 kilollik LG kir mashinamiz. Motorni 10 yil o'zida 3 yil garantiya qo'yiladi. Telefon bilan boshqarsa oladi. 4.300 ming so'mga aksiyaga tushgan. O'zing pulni uchoqqa bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Ishlari 100% nijoyat bo'ladi. Suv soda saylamaydi, kam to'xta ishlaydi. 6 kilollik Rules kir mashinamiz ham, Beko kir mashinamiz ham, Zifle kir mashinamiz ham 2.199 ga tushgan. O'zing pulni uchoqqa bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi bulardan. Xudo xolasa, qolgan savollaringizni Yo'ldosh Texnika markazida do'konimizga kelsangiz, qisqacha tushuntiramiz. Qanday texnika kerak bo'lsa, hammasini topib berishga harakat etamiz. Eng asosiysi foizsiz qo'shimcha ustamarasiz qarzini ham turib turamiz. Buning uchun bir dona pasport kerak bo'ladi. Videomizning so'ngida keyin shu adresimizni ham aniq tushuntirib ketdik. Adresimizni bilmay to'g'rilar ham bo'ladi baribir. Adresimizni qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, Xorazm viloyati Gurlan tumanida joylashgan bo'ladi. YouTube kanalimizda shu videomizda tiyinda telefon nomerlarini qoldiramiz. Agar do'konimizga kelamiz deb motosiklet, liboy texnika xarid etaman degan mijozlarimizga shu nomerlarga telefon etsa, lokatsiya tashab beramiz. Kun chiqaryog'imiz o'zimizning Gurlanda bo'ladi. Gurlan Ko'na buyum bozoridan o'tib kelish bo'ladi. Kun chiqaryog'imiz, kun bataryog'imiz Ko'na mol bozorida o'tib bo'ladi. Ikki mashinaning yo'lida bo'ladi. Mana shu ikki mashinaning yo'lida, shu oldinda skuterlar, motosikletlar bo'ladi. Xudo xolasa YouTube kanalimizga obuna bo'lasiz, ana shu texnikalarni qo'shib beramiz. 29 ming so'mdan bu motosikletni xarid etasiz. Shu yerga qo'shib dastlab ketib beramiz. Hammasini Yo'ldosh Texnika markazida kutib qolamiz. Aksiyalarimiz 15 martgacha bo'ladi.